Ben Mayıs'a doimgidek biz Lost Gaming bugün biz bit var yana bitta bit var oynaymiz. Avvalgi qism zapis bo'lmabdi, baribir qiziqqanlaring uchun tashlab berdik. Ba'zi kishilar ko'rish istadi. Like ularni kutib qo'ymaylik dedik. Bugun bizda to'liq qismini olamiz. Bugun esa to'xta degan narsalar bo'lmaydi. Shuning uchun qiziq bo'ladi. He. To'xta Husan. Boshlanayapti o'yin. Do'stlar, bu ovozda boshqa narsaning ovozlari. E'tibor berib o'tirmanglar. Bersang chopaman. Hazil. Do'stlar, bugün men o'qishanda avvalgida yutgandim, hozirim yutaman. Ishonmasadan ko'ringlar. Yotaman men. Yeple. Nima qilyapsan? Yotam ko'rinmas bo'lib qopti. Bo'l, yutqazim Husan men. Nimaga? O'zim yotamim ko'rinmasligidan sindirib qo'yibman. Tushundingmi? Bu nima degani? Shu yerda ko'rinmay qoldi. O'zing zapis ko'r qaytadan. Xo'p, mayli. Obunachilar, O'chirmadingmi, Hasan? hali o'chirgan. Obunachilar Ha, sen videoni o'zing ko'rib olasan keyin. Xo'p, mayli. Men sakrab berdim pastga. Men yutdim. Point ber. Yutdim. Hattoki mushaklar ham otilyapti. Uhu! Chiroyli bo'ldi juda-ham. Yutdingda bar. 2 marta o'ynaymiz. Do'stlar, bu haqqoniy bo'lmadi. Qaytadan 3-2-1 deb sakraymiz. 3-2-1. Ana bu narsa uchun bosib qo'yish kerak edi. Ha. Endi dragon degan bitta ovoz chiqdi. Bo'ldi. Mana o'sha narsachani bosib kerak. Do'stlar, buni e'tibor bermanglar. Bu haqqoniy bo'lmadi. Husan, to'g'rimi? Albatta haqqoniy bo'ldi. Hasan Avvalgi videoni ko'rsalaring 50 point menda ham. Chunki men yutuvdim endi. Husan maqtanib yuribdi-da bugungi yutganiga 100%. Maqtanmasin, aytib qo'yinglar, yorib boraman. Promoyda. Nimaga bunda kam beradi? nimani? Yellowlari yo'q, ko'rinmaydi. Menikida ko'rinib turibdi-yu. Yengida sara ko'rinmadi. Hasan aldamabdi. Yo'q ekan, voy ko'rinayot kerak edi endi. Bitta qo'y. Bor yotaq. Просто tak ko'rinmayapti senga. Aytdim ku senga ko'rinmas bo'lib qoldi deb. Hala, ro'zdan ham ko'rinmas. Sen bilmading, bitta blok qo'ygandim. O'sha qo'yinligiga qo'yilmadi. Men hozir bu yoqda bitta narsa qilishim kerak. Hasan tinmay tur, yotog'imni sindirib qo'ygan bo'lmagani. Yellow degan yozib chiqib turibdimi yotog'ingda? Ha. Bo'ldi, demak turibdi. Men ko'rmadim. Yotog'im qanday densam hozir zoom ketdi-da просто. Zapis bo'lyapti, yaxshi. Qarab tur, zapis bo'lsin. Zapis bo'lmasa seni o'ldirib tashlayman. Sen cho'g'let, men dirayman. Sen betlar tursan, men lekin speedrunda kim yo'q olaman. Biz qayoqdan tushganimizni bilib oldim. Biz qayoqdan tushganimizni. Qayerdan? Tepadami? Bitta yer bor ko'ring. Buni ko'rganman. Qayerdan? Ko'zing ko'rganda vaqt ko'rolmaysan.
Prostada yor var bitti Husan. Din. Barıp okat havalen özümü okat. Prostada yorilding Husan şu payt. Buzin pele bolasın ahırlar. Din. Prostada yor var mende. Dostlar. Keyin sen işanib o'tirmanglar eng kuchlisi deb. O g'irrom bo'ldi boya. Sen bilgan yotoq sinmadi. Sinmasligi. Yotoq bor degan bo'ldi. Zato senga o'xshab sindirib qo'ymas edim yotog'imni. Yotog'ingni sindirib qo'yardik. Sen iyi deb. Hazır. Boyag'isida menda bo'lgani uchun aytdim-da, bo'lmasa yutqazardi. Boya. Qaytib. Şuytib. Din-dindan. Ma din-dindan. Bu yutqazding yo'q sen. Niye ta'sir qilmayapti? Nimaga senga? Ko'rdimmi? Hasan to'xta. Ne reklama bo'ldi. Chopib kelasanmi? Hocam men cho'kmoqchi emasman. Men tezroq o'zimni qurolmoqchiman va yuturib Ketganga o'xshayman-da. Ne o'ldirib tashlayman baribir seni. Keldi deysan. Aslında ettin mi? İyi et. Her toxta. Nima sindiryapsan? Yo'q, qo'lda hech bunaqa bo'lmagan. Yo'q, qattiq. Nima bo'lyapti? O'zing yeringga qayt tezroq. Hozir borganni sindirib tashlaysan. Sen nimaga borasan? Sindiribman. Men o'ldi. Men sindirib. Sen Chopaman endi sen. Agar mening o'limim Bo'ldi. Amma g'irrom bo'ldi. Endi cho'p tashlayman. qaytib bizga. Yutqazdim. Doimgidek shu. Qo'lda zapni o'chi. Sen Men hech nima qilmayapti. Blogimni senga yana o'ynaymiz bir marta. G'irrom bo'ldi. Qo'san yo'q. Qo'lda tenga qismlarda xo'ppa. Yana bitta. Yo'q. Aytgan Men unutmadim, sen unutding. Tashlandi. Va shundan to'g'ri bo'ldi aslida bu yoqda. Men yutishim kerakdi. Avvalgisini Obunachilar, qaringlar. Avvalgisini men yutdim, sen esa o'chirib tashlabdi zapisni. Qolganini. Yutqazgan joyini olmabdi-da. O'lyapti. 100% shunday. Aytgancha.
Oldin qayoqda o'lyapsan? Shuni ayt deb ben senga. Tepadan. Tepa bor-ku, o'zing Sen kim deding? Sindirib tashlaning. Sen kimsin o'tayotganini kuchayib ketyapsan desang. Bo'ldi, g'aromchilik qilaman. Nima uncha janjal qilasan? Obunachilar obunachilar o'zi janjal qilma. Obunachilar ko'rib turganini qara. Ko'rib turmayapti-ku. Axir bu video qo'ymasligim ham mumkin. Olib tashlayman buni men. Qo'ymayman. Senim avvalgi stol zapis bo'lmaganda men yutuvdim-ku. Ha, barburamda. Qara. Bu ikkalasi ham g'arom bo'ldi. To'xta. Hozir obunachilar avvalgi payt yutganingni bilyapti-ku. Bilmayapti. Ko'rmagan. Hozir aytibsan-ku. Shunga bilyapti. Avvalgi payt yutganingni aytganing uchun bilyapti. Aytmaganingda bilmasdi. Biladi. 100%. Obunachilar u yutgan. Faqat zapis bilmay qoldi. Alipni o'zi o'chirib tashladi. Yutqazgan uchun. Qaranglar dedi. Shu stirligini O'zi shu ustiri. Men seni o'ldirishga boraman. Tez orada shuni aytib qo'yay. nega? Ikkalasi ham g'aromga o'ynading. G'arom qilmadingmi? Qilding. Qoldi, bilaman. Ke, u hazil sindirib tashlaysan deysan. Sen turibga borayotganingni qo'rqqanimda sindirib tashladim. Shuni sen Yo'q. Turing desakchi. Sen poyitsin ashlaysan. Ochko'ning nima farqi bor? Ko'nglim nima farqi bor desang, kecha sen yig'ilib bergan emasmiding? Nima deyapsan? Men yig'lamayman. G'arom deydi ki kuluding oxiri. Zapis bo'lmagan. Men shu Janjallamagan, men uyda senga o'xshab janjallamagandan keyin nima qilaman? Jilayman. ichi chiqoq. Bir. Ha bo'ldi shunday nima qilgan. Jilamay kelasizmi bilasizmi? Bo'ldim. Bo'ldi, yutdim men. Haqqoniy bo'ldi. Turgan bo'ldi demoqchi edim.